Bu yangi seriyamizda Novogodniy, mana bu yili ot yili, mana Faberlic kompaniyasidan, La Karusel Magic degan, lineykasidan chiqqan tenglar. Bu jidkiy teng, blesklari bor, blестящий, yaltiratib beradi qovoqlarda, nimalarda. Ko'zlarni judayam chiroyli qilib открывать qilib beradi. Распахнутый взгляд qilib. Hozir buni man ochib ko'rsataman. Объемlari judayam yaxshi. Mana artikullari 508 mil. Mana shu yerda yozilgan hamma informatsiyalari жидкая сияющая тени для век. Mana yozilgan hammasi, mana nimasi artikullari bu yoqda ham yozilgan. Hozir buni ochib sizlarga ko'rsataman. Mana ochilishi mana shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa qadoqda keladi. Mana shunaqa ochiladi. Keyin bu yoqda yana zashitkasi bor. Mana shunaqa. Hozir buni ko'chirib olamiz. Mana buni ko'chirib oldik. Keyin mana bunday qilib ochamiz. Mana bunaqa rangda bo'ladi. Highlighterga o'xshaydi. Mana shunaqa pigmentatsiyasi bo'ladi. Mana yaltiraqligini chiroyli, judayam chiroyli. Нежный и judayam стойкий effektga ega. Mana. Judayam yaltiroq, judayam chiroyli. И жидкий teng judayam zo'r. To'kilib ketmaydi, стойкий. Zo'r vekalarda turadi.